Kimligimi unutgan kezlarga, talablariga binon yozdim. Kelgan xabarlar moraziga setin tapofsan timsonlar ushbu mahsuga doshda talib o'tishni so'rashibdi. Ayrim kezlar o'ziga shulosa chiqaradi degan umiddaman va ushbu so'zlarni she'r orqali yetkazishga harakat qildim. Xato va kamchiliklari bo'lsa oldimdan uzr, bilmadim kambag'al yo bo'yni qizi, yaxshi yo yomon insonning qizi, lekin musulmonsan, unutma buni. O'zbekka o'xshagin o'zbekni qizi, Evropa qiziga o'xshamaslo, shaytinga o'xshab bo'yalmaslo. Momolaring kabi bo'lgin sen dono, o'zbekka o'xshagin o'zbekni qizi, erkaklarga botsa ko'zingni suzma, shayton gapiga kirib aslo buzilma. Erkakka tik boqma, yerga qaragin, o'zbekka o'xshagin o'zbekni qizi. O'zbeksan sof, o'zbek tilida gaplash, ovozing ko'tarmay go'zal so'zlash, behuda so'zlamay Qur'onni o'qigin. O'zbekka o'xshagin o'zbekni qizi, sigaret chekishlar, aroq ichishlar, noma'qul so'z so'zlab har xil so'kinishlar senga hech mos emas musulmon qizi. O'zbekka o'xshagin o'zbekni qizi, sen ayolsan, unutma erkak emassan. Allohim yaratgan nozik xilqatsan, shukr qil kofir emas, sen musulmonsan. O'zbekka o'xshagin o'zbekni qizi.